eng muhim masala bular uchun o'sishdan to'xtamaslikda. Birdaniga yulduzlik kasalligiga ko'pchilik chalinadi, mana shu nuqtada qoqiladi. Hozir bular ijodda agar ushlab qolsa, o'z ustida mehnat qilsa, mehnat qilishdan, harakat qilishdan to'xtamasa, o'sishda davom etaveradi jamoa. Saidjon, qanday bo'ldi safar Turkiyaga? Turkiyaga safar zo'r bo'ldi. Bunaqa kutmovdik, bordik. Qarasak, mashinalarda aqranalar bilan Erdo'g'an janoblarini o'ng qo'llari shaxsan o'zlari kelib kutib, biz bilan do'stona muhitda shunaqa olib yurdilar. Turkiyani hamma joyga aylantirdilar. Prezidentimizni o'sha davlat prezidenti bilan bo'lgan munosabatlar natijasida sizlarni shunaqa kutib olganlik edi. O'zbekiston yoshlari keldi, O'zbekiston bolalari keldi deb e'tiborlarni Zo'r bo'ldi, a'lo darajada. Juda ko'p takliflar bo'ladi. Ularni chalg'itadigan, ijoddan qaytaradigan takliflar ham bo'lishi mumkin. O'yin kulgular bo'lishi mumkin. Lekin iloji boricha sizlar o'zinglarni, jamoalarni mehnatini, salohiyatini ushlab qolish uchun harakatdan to'xtamasligi kerak. O'zlarini ham birinchi konsertlarini O'zbekistonda tashkil qilishimiz kerak. Musiqiy instrumentlar yetib bordimi? Yangilarni ham oldinglar. Ya'ni juda ko'pchilik yoshlar chiqyapti. Bizga ham musiqiy instrumentlardan yordam beringlar. Bizning ham iqtidorimiz bor. Albatta, sizlardan o'rgangan juda ko'p yoshlarga yordam beramiz. Chempion bo'lish oson, lekin uni saqlab qolish qiyin. Omad sizlarga. Salomat bo'ling. Tabriklayman, hurmatli. Omad.